Kia Bongo Hyundai Porter haydaydiganlar uchun zo'r taklif. Hozirda 285 bortli mashinangizni samasval holatda o'zi og'daradigan, yukni ko'taradigan qilmoqchi bo'lsangiz, o'rtacha 1,5-1400 dollar ekan uni xizmati va xarajatlari. Ya'ni mashinangizni olib borasiz, tagga o'sha mana silindr,enshe, ko'ryapsiz, bachok va elektrik mana knopkalarni o'rnatib berib, ishlatib berish o'rtacha 1,5 dollar ekan. O'zingizning bortingizga yasaydi. Mana esa sizga yangi 2024 bort 285 Kia zavodskoy propandan yechilganini 2000 dollarga o'rnatib beraman. Ko'mir, shag'al, qum, shunaqa narsalar bilan shug'ullanadigan, o'tin shug'ullanadiganlar uchun zo'r taklif. Mana bu eshigini ochasiz, salonda turib knopkani bosasiz, yaqin 4 tonna ko'taradigan silindr. Boring, 2,5-3 tonna yukingizni to'kasiz, orqa eshigini yopib ketaverasiz. Mana 2000 dollarga ustanovkasi bilan rangi sizga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, menda mana 3 ta quloq bor, pergarodka bor, oq rangda oq ham qilib beraveraman. Ko'k desangiz ko'k ham qilib beraveraman. Hisobda yangi bortga sizga taxlab beraman. 2000 dollarga. Kimga qiziq bo'lsa, video pastdagi telefon raqamiga murojaat qiling. Xudo xolasa deyarli ishlamagan qurilmani sizga o'rnatib ishlatib beraman. Videoga like bosib, ehtiyoji bor tanishlarga ulashib qo'ying.